Umidsizlikdagi bir kecha. Bir inson hayotida hamma narsa birdaniga og'irlashib ketdi. Uning rejalari amalga oshmadi. Yaqinlaridan biri bilan munosabati buzildi. Kunlar o'tgan sari qalbida bir xil savol paydo bo'lardi. Endi nima qilaman? U ko'p narsani sinab ko'rdi, lekin hech bir ko'nglidagi og'riqlikni ketkaza olmadi. Bir kuni kechasi u yolg'iz qoldi. Atrof jimjit edi. U qo'llarini duoga ochib, uzoq vaqt sukut saqladi. Keyin qalbidan chiqqan so'zlar bilan Allohga murojaat qildi. Ey Robbim, men ojizman. Menga o'zing yordam ber. Bu juda oddiy duo edi, ammo o'sha kecha u bir narsani tushundi. Insonning barcha eshiklari yopilgandek tuyulsa ham, Allohning rahmati uchun eshik yopilmaydi. Ertasi kuni esa kutilmagan bir voqea yuz berdi. Unga bir xabar keldi. Bu xabar uning keyingi hayotini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin edi. Ammo bu qanday xabar edi? Ertalab u telefonini tekshirdi. Kecha duoda aytgan so'zlari hali ham xayolida edi. Shu payt unga bir xabar keldi. Xabarda shunday deyilgan edi: sizni bir ish uchun tavsiya qilishdi. Suhbatga kelishingiz mumkin. U bir necha soniya jim qoldi, chunki bu imkoniyat haqida u ilgari o'ylagan edi. Ammo avvalgi urinishlari muvaffaqiyatsizlik bo'lgani uchun umidini deyarli uzgandi. U suhbatga bordi. Yo'l davomida esa bir narsani o'ylardi. Balki bu men kutgan javobdir. Suhbat tugadi, ammo darhol javob berishmadi. Yana bir necha kun kutish kerak edi. O'sha kunlar unga juda uzoq tuyuldi. Chunki inson ba'zan duo qilganidan keyin ham darhol javob kutadi. Lekin hayotda hamma narsa biz xohlagan vaqtda sodir bo'lavermaydi. Oradan 3 kun o'tdi. 4-kuni esa yana telefon jiringladi. Bu safar qo'ng'iroq qilayotgan odamning ovozida jiddiylik bor edi. Sizni yana bir marta suhbatga chaqirmoqchimiz. Lekin bu oddiy suhbat emas edi, chunki ular undan juda muhim bir qaror haqida so'ramoqchi edi. Qiyin tanlov. U yana suhbatga bordi. Bu safar unga kutilmagan taklif qilishdi. Sizga ish taklif qilamiz, ammo buning uchun boshqa shaharga ko'chishingiz kerak bo'ladi. U jim qoldi. Bu aynan u uzoq vaqt kutgan imkoniyat edi, ammo bir muammo bor edi. U oilasini tashlab ketishni xohlamasdi. Bir tomonda hayotini o'zgartirishi mumkin bo'lgan imkoniyat, ikkinchi tomonda o'zi uchun qadrli bo'lgan insonlar. U o'sha kuni uzoq o'yladi, keyin yana qo'llarini duoga ochdi. Ey Allohim, agar bu ish men uchun yaxshi bo'lsa, uni oson qil. Agar yaxshi bo'lmasa, undan meni uzoqlashtir. Shundan keyin u qarorini qabul qildi. U shoshilmadi, oilasi bilan maslahatlashdi va taklifning barcha shartlarini yaxshilab ko'rib chiqdi. Nihoyat, u ish beruvchiga o'z shartini aytdi. Men oilamdan uzoqlashmasdan ishlash imkoniyatiga ega bo'lsam, rozi bo'laman. Hamma narsa tugagandek tuyuldi, ammo oradan bir kun o'tib unga yana qo'ng'iroq qilishdi. Siz uchun boshqa variant topdik. U hayratda qoldi. Chunki yangi taklif nafaqat oilasidan uzoqlashtirmasdi, balki avvalgi taklifdan ham yaxshiroq edi. Shunda u bir narsani angladi. Ba'zan inson yo'q deb o'ylagan narsa aslida yaxshiroq eshikning ochilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo hikoya hali tugamagan. Oradan bir necha yil o'tdi. U yangi ishiga moslashib, oilasi bilan ham birga qoldi. Hayoti asta-sekin iziga tushayotgan edi. Bir kuni u o'sha kechani esladi. Hamma narsa umidsizdek tuyulgan. Qo'llarini duoga ochib, "Ey Robbim, men ojizman. Menga o'zing yordam ber" degan kechasini. Shunda u tushundi. Uning duosi shunchaki bitta imkoniyat bilan javob topmagan edi. Alloh unga sabr qilishni, maslahatlashishni va to'g'ri qaror izlashni ham nasib qilgan edi. Inson ba'zan nega duoyim darhol ijobat bo'lmayapti deb o'ylaydi, lekin biz kelajakni bilmaymiz. Qur'onda shunday deyiladi: sizlar biror narsani yomon ko'rishingiz mumkin, holbuki u sizlar uchun yaxshisidir, va biror narsani yaxshi ko'rishingiz mumkin, holbuki u sizlar uchun yomonidir. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Baqara surasi 216-oyat. Shuning uchun duo qilganda faqat Allohim, men xohlaganimni ber deyish bilan cheklanmasdan, agar bu men uchun yaxshi bo'lsa nasib qil deb so'rash ham juda go'zal bo'ladi. Chunki inson faqat bugungini ko'radi. Alloh esa siz bilmagan va biz bilmagan narsalarni ham biladi va bu hikoyaning eng katta sabog'i duo umidsizlikdagi so'nggi chora emas, duo mu'minning Allohga murojaatidir. Agar sizga manfaatli videolarimiz yoqqan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Yana shunday manfaatli videolar chiqishini xohlasangiz, obuna bo'lishni esdan chiqarmang.